O'rtoqli og'irligi 4,5 kilo keladigan maxsus ekskavatorimizni komplektidan nima chiqishiga ko'plar qiziqish bildirishibdi kommentariyalardan. Shu sababli hozir bitta ko'rsatib beraman. Buni idishi ham o'rtoqlar shunaqa chemadanda keladi. Ko'ringlar. Juda ham sifatli ishlangan. Past tomonida ekskavator o'zi bo'ladi. Bu tomonida komplektatsiyasi turadi. Komplektida albatta pulti, обязательно o'zini akkumulyatori 2000 talik 704 volt 2S zaryadchiki va har xil kovushlari chiqadi. Bunisi mana perforator 100% ishlaydi. Bu dekoratsiya emas. Haqiqatan ishlaydi. Mana bu yerda kovushi bor, qo'shimcha. Eshityapsizlar? Metal. Va mana bu yerda osminoki bo'ladi. Hamda ekskavator o'zida sразу kovushi bo'ladi, kiyg'izilgan.